Assalomu alaykum. 2026-yil iyun oyidagi bo'lib o'tgan sessiyada DPFR diplomini olish nasib qildi. Bu erishgan yutug'imda APCO akademiyasining direktori va albatta trenerim Ravshan Tamirovichga va APCO jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga bu akademiyada o'qishni, ta'lim olishni tavsiya beraman. APCOda NZBdan boshladim birinchi o'qishni. DPFRda o'qib davom ettirdim va bitta urinishda DPFR diplomiga erishdim. Maksuma Xarovnaga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman va ustozimiz Ravshan Tamirovichga o'zlarining mehnatlarini ayamay bizga ko'maklashganlari uchun katta rahmat aytaman. Ustozlarning harakati orqali o'qishdan muvaffaqiyatli o'tdik. Rahmat aytmoqchiman o'zimizni ustozimiz Ravshan Tamirovichga, Maksuma Xarovnaga polniy podдержка berishdi. Yana bu yerga kelib ko'p tanishlar orttirdik. DPFRgacha bo'lgan hamma etaplarni o'qib, birinchi urinishdayoq DPFR imtihonidan muvaffaqiyatli o'tdim. APCO Xalqaro akademiyasida tashkil etilgan sifatli ta'lim, doimiy nazorat va doimiy aloqada bo'lganligim sababli muvaffaqiyatli yakunladik. Minnatdormiz APCO jamoasidan darslarni yaxshi tushunchalar bilan, misollar bilan berganliklari uchun yuqori ballar bilan sertifikat olishga erishdik.